Kengash. Qanaqa kengash? Eng professional. Har biri aniq yo'nalishga javobgar. Tashkiliy ishlarga so'ravoqqa qaraydi. Qurol savdosi Laziyodan so'raladi. Qimorxonalar Tombalaji Mehmetga qarashli. Janjalli ishlarni Testare Nejmiy va uni guruhi bajaradi. Albatta, ularning hammasi maxsus ismlar. Samuel Vanuni pul bilan bog'liq va tashqi masalalar bilan shug'ullanadi. Bu esa advokat Nizomiddin Kuveych, kengashning huquq ishlariga javobgar. Rasmiy gazetada chiqmasa, o'zi bostiradi. Rashdagi boshlig'ida kim bor? Mehmet Qaraxonli, yana bir ismi Baron. Aloqalari? Juda ozg'in bo'lamiz. Tushunib bo'lmaydigan odam. Hududlarga bo'lingan hujra sistemasi bilan ishlaydi. Eng yuqorida kengash bor. Kengashning boshida esa Baron turadi.